Musulmonlar tanasidagi qaysi tukni olishligi mumkin va mumkin emas? Keling ko'rib chiqamiz. Keling hadislarga asosan bu mavzuni 3 guruhga bo'lib chiqamiz. Mumkin bo'lgan joylar. Hanafiy ulamolari ayollar uchun qo'l, oyoq yoki yuzlaridagi tuklarni ziynat, poklik yoki turmush o'rtoqlari uchun olishga ruxsat berishgan. Keyingisi olish shart bo'lgan joylar. Qo'ltiq osti va pastki avratlar tuklaridir. Imom Abu Hanifa rahimalloh izohlarida avrat, qo'ltiq va boshqa joylar tuklarini 40 kundan ortiq qoldirish makruhdir. Uchinchisi esa olish mumkin bo'lmagan joylar. Hadislarda la'natli amallar ichida aynan shu ishlar tilga olingan. Qoshlarini qirdirgan va qirdirganlarga la'nat bo'lsin. Sahih al-Buxoriy, Muslim. Bundan ko'rinib turibdiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollar yoki erkaklar o'zlarining qoshlarini qirdirishi yoki o'zgartirishi harom deb ta'kidlaganlar. Yana bir eslatma, ayol kishi o'z avratlarini boshqa ayollarga, erkak esa boshqa erkaklarga ko'rsatmasligi lozim. Bu hattoki epilyatsiya yoki xizmat uchun bo'lsa ham. Sizga eslatish mening burchim, amal qilish esa sizniki.